Assalomu alaykum hurmatli Toshkentlik va Toshkent viloyatidagi akalar, molga, otga qiziqadigan akalar. Bugun biz Yangiyo'ldagi Pravda mol bozoriga kelganmiz. Shuni yonidagi yem-xashak sotadigan katta joyimiz bor. O'shani sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Undan tashqari ferma sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Akalar, bu Yangiyo'ldagi Pravda mol bozorining orqa darvozasi. Enabolla sigirlar sotiladigan joy. Mana Bashniyani biladi ko'pchilik. Mol bozoriga kelib shug'ullanib yurgan, mol, qo'y, ot bilan shug'ullanadigan akalar bozor bilan. Mana ro'parasidagi yem-xashak sotadigan joy bizning joyimiz. Mana ko'ryapsiz, zdaniyasi bor. Zdaniyani bemalol oshxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Oshxonaga sharoitlar qilib qo'yilgan. Mana ko'chaning yuzi betonkaga 1 kilometr ham chiqmaydi. 5 minutda chiqsanglar bo'ladi. Ichkarini ko'rsatib beraman. Do'stlar, 32 sotik maydonga ega bo'lgan Yangiyo'l Pravda mol bozorining shunday yonida, mana orqa tomonda Enabola sigir sog'iladigan joy bilan bizning darvozamiz ro'para. Bu joyni yem-xashak bozori deyiladi. Mana shu yem-xashak bozorini, ya'ni ofisi bor. Do'stlar, choyxona uchun rekonstruksiya qilib qo'yilgan oshxonalarigacha tayyor. Mana 3 ta 4 talab omborxonalarigacha bor. Undan tashqari yaqinda mana hojatxona ham qurib berildi. Eng zo'rlaridan biri mana 80 tadan 100 tagacha mol ketadigan tayyor joy ham qilib qo'yganmiz. Buni yangilaganda degan pol rekonstruksiya qilib hamma narsasini profillarigacha yangi qilib tayyor qilib qo'yganmiz. Joy bemalol chorshanba, shanba kunlari joyda o'zi stankadan ham foydalansa bo'ladi, yem-xashak sotsa ham bo'ladi. Undan tashqari oshxonada hamma uslubi bor. Osh qilib, powerda olib kelib, xullas bir bozorda 2 milliondan 3 milliongacha daromad qilsa ham bo'ladi. Betonkaga 5 minutlik joy, katta betonkaga chiqadigan Yangiyo'lda shunda o'zida. Atigi bu joyimiz eng arzon narxida $120 ming ga berib yuboramiz. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqsanglar yana gaplashamiz.